Bekorchilik aqlni buzadi, zaif insonni yiqitadi. Undan tashqari bekorchilik birodarlar hamma yomonliklarning sababi. Qayerda bekorchilik bo'lmasa, shu yerda yomonlik ham bo'lmaydi. Qaytarib aytaman. Qayerda bekorchilik bo'lmasa, shu yerda yomonlik ham bo'lmaydi. Masalan, bir odamning farzandi aynib qoldi. Fe'l-atvori, yurish-turishi nima sababdan shunaqa bo'ldi, bilasizmi? Farzandingiz qachon noto'g'ri yo'llarga kirib qoladi? Bekorchi bo'lganida. Shuning uchun esi bor ota farzandlarini bekor qo'ymaydi. Yo bir maktabda o'qiyotgan bo'ladi, yo universitetda yo madrasada o'qiyotgan bo'ladi, yo bir hunarga berib qo'yadi. Yana shuni bilishimiz kerakki, birodarlar, bekorchilik shaytonning ekinzori hisoblanadi. Bekorchilik shaytonning ekinzori. Shayton u ekinzorda shayton yangi gunohlarni yetishtiradi. Endi bor gunohlarni esa